Oh, ya bismillah. Shunaqa qilib maza qilib hordiq chiqarib damogilar kelyaptimi? Unda inshaalloh Arslonbobga kelib, mana shu Abdumalik polvon akamizga murojaat qilasizlar, telefon nomerlarini qoldiraman. Inshaalloh sizlarni kutib zo'r mehmon qilib jo'natadi. Hozir полный obzor qilaman. Arslonbobda nomer 1 bo'lsa kerak inshaalloh masjid. Olovlari bilan, mana asallar bilan, naturalniy sariyonlari bilan mana bizni mehmon qilyapti, maşalloh. Videoda dakansa ko'ringlar. Hozir sizlarga полный obzor qilamiz. Qani unda bizga yoqimlishtir aka. Bismillah, qani. Bismillah. Oh, go'shtlari va qo'shni mana bismillah. Qani bismillah, endi sizlarga mana obzorni ko'rsatamiz. Lokatsiyasi o'ta zo'r yerda. Sentrdan 3 minutlik yo'l ekan. No, bitta plusi imina mash xonadondan katta sharsharaga ham, kichkinaga ham, turbazaga ham bemalol mashayerdan sразу chiqib ketsanglar bo'ladi. Aka, yeslicha mashinalar ham eshik tagiga kelib olib ketaveradi. Mashinalar ham xizmatda. Istab yurmaysizlar, mashina bormi, yo'qmi deb. Tak, keyin mana yerda mana erkak kishilarga mana jo'rabollar o'zlari kelsa, отдельный mana bemalol mashaerda o'zingizlarga komfortniy zona, самый главный mana ko'ralar bor, issiq suv, sovuq suv, qozon, o'choq mana bemalol. Ha, oilaviy kelganlarga yana bitta zo'r yeri, nariyada отдельный yana qozon o'choq bor. Oilaviy bola chaqa ota-onalar bilan kelsanglar, o'sha yerda hozir ko'rsataman, bemalol mayakka aralashmasdan qilaverasizlar. Keyin mana xonadonimizda ichi juda yaxti menga o'zim bugun mana qoldik mana shu yerda. Issiq suv, sovuq suv, ko'rpa, to'shak juda go'zal. Mashalloh, tepasida ham xonalar bor. Inshaalloh bu yerga ham zasilyatsiya qilaverasizlar bemalol. Ну, вид bu yerda просто bomba. Akalar, men nima deyapti mana? Hovuz. Olmalarda kareylar, tog'larda kareylar. Mashalloh, bu rolikka bitta like bosib, mana kommentariya yozib, podelitsa qilmasanglar ham chiqamami? Nima deydi? Mana kareylar, manzarani, mana so'rida yotasizlar. Suvning ovozini eshityapsizlar, a? Va archalarda kareylar, mashalloh, ko'z quvonadi, olmalarda kareylar. Hozir sizlarga yana ko'rsataman. Endi mana yerda mana bunaqa sharshal akalarimiz mana maza qilyapti mana. Akalar, mana ko'ringlar, mana shu yerga kelib, bemalol mana bitta tashab, bolalarni ko'miltirib, mashalloh mana. Mana qaranglar, vodopodlarni. Mashalloh. Ha, bo'ldi. Mana qaranglar. Mashalloh. Emot. Qorlarni qaranglar, subhanalloh. Hey, mashalloh. Akalar, bitta savol. Yaxyaptimi shu yer? Hey, mashalloh. Birinchi marta kelishinglarmi? O'g'illar kelib ketdi. Aha. Demak, aytuvdik keldinglar. Ham o'g'illarga yaqtisizlar keldinglar. Ammo rostdan Polvon akamiz, zo'r akamiz bo'lib keldik. mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Bizga ham juda yoqdi aka. Yaxshi namaninglar unda inshaalloh ko'rishguncha. Mayli, salomat bo'lasizlar. Inshaalloh. Rahmat. Akalar, mana akalarimiz уже kelib mana joylashdi. Buni ko'ryapsizlar. Mana jo'rabollar kelsa, qarochi, nariyada vanna, dush, tualet, qarochi hamma yo'qi bilan mana 5 ta joy bemalol maza qilib, mana qarab, mana prirodaga qarab. Shuni maza qilib damni olib maza qilib ketaverasizlar. Akalar, rolik yoqqan bo'lsa, like, kommentariya, repost hammasini urasizlar inshaalloh. Yana inshaalloh boshqa roliklar ham chiqaramiz, mashalarni ko'rsatamiz inshaalloh. Hammalarga assalomu alaykum. Akamiz xizmatda shu yerda. Telefon cholib, zakaz qilib, kelaverasizlar. Zarani telefon qilib qo'ysanglar, akam organizovat qilib, mashalarni polni sizlar uchun zo'r qilib kutib oladi. Maza qilasizlar.